Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, joninglar sog'mi? Bo'stonliq tumani Abayda mana shunaqa hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Mana shu joy ham o'sha yer hisobiga kirib ketadi. Bunaqasi uzunasiga 33 metr, yoqqa 55 metr. Mana shu yer o'zi ham bir 2 sotik joyi bor. Mana qarang. Yog'i past tomon, trassa. Chorroqqa ketirish, bu tomonga chorroqqa ketiladi, bu tomon Qo'yliq, Food City tomon ketiladi. 100 metr, 150 metr. 100 metr to'g'rilik, 100 metr pastga trassaga tushasiz. 100 metr tepaga Abay ichidagi sentralniy yo'lga chiqasiz. Xo'sh, mana zaburlari bor, shilaka blokdan. Uzunasi 55 metr. Mana bu yerga stroyka qurib qo'yilgan. Bu tomon molxonasi mana. Hozir molxonalarini ham ko'rsataman. Odam mana. Mana bu yoqda podvali. Podval mana. Odam uy qurish o'zi bo'lmayapti. Mana shu ahvolga keltirish o'zi ham bilmadim, bir kamida bir 15 ming, kamida bir 15 ming ketgan bo'lsa kerak. Mana shu holga kelgunicha kamida 15 ming. Balkim men adashayotgandirman. Men bu yoqdan narx-navoni surishtirmadim. Mana bu zal. Zal uchun qilingan katta xona. Bitta xona hisoblaylik. Bunisini mana ikkinchi xona hisoblaylik. Mana ikkita xona. Bu yoq mana kalidor ekan. Kalidor. Bu yoqda mana yana bitta xona. Bu yog'i mana yana bitta xona. Sanuzel, tualet. Hamchi shunaqaga qilingan bu joy. Sal kichikroq qilingan ekan. Bu yog'i mana yana bitta xona. Shunda buni ham xona hisoblaydigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta, bu ham mana 4 ta, 5 ta bo'lyaptimi? Sanuzel, tualetni mayli hisoblamaylik, 4 ta xona bo'lyapti. 4 ta xona joyi bilan. Xullas, akalar, ukalar, mana bu uyda vaqtinchalik yashab turib yoki usta qo'yasizmi, ustalarga vaqtinchalik yotoq joy qilib berasizmi, bu yog'i mana shu kunda mana shu yerda yashab turishibdi. Xonadon egalari shu kunda shu joyda yashab turishibdi. Bu yog'imiz ham 4 ta xona. 4 ta xona uyimiz, oshxona kalidordan tashqari, oshxona kalidordan tashqari. 4 ta xona. Vaqtinchalik yashab turib, yonidigini o'zingiz uchun chiroyli qilib joy qilib olsangiz bo'ladi, vatan qilib olsangiz bo'ladi. To'g'ri? Mana bo'sh yeri ham bor. Bo'sh yer. Dokumentda 15 sotik odam, dokument 15 sotik. Aytay 3 sotik zaxvat yeri ham bor-da. 18 sotik. 18 sotik o'pshi. Mana bu yoqlari, bu yoq o'tinxona, tandirxona, o'choqxona. Bu yog'i mana kladovka, nimadirlar qo'yib qo'yasiz. Xullas mana molxonasi bu yoqda. Mana chorva yo'nalishida chorva boqmoqchi bo'lgan do'mda turadigan akalarim foydalanib qoladigan joy. Trassaga 100 metr pastga, tepaga sentralniy yo'l, Abay ichidagi sentralniy yo'lga ham 100 metr. Mana molxonalari. Molxonada mol boqsa bo'ladi. Zo'r. Mana shipirlari ham yangi ekan mana. Shipirlari ham yaxshi holatda turibdi. Mana balaxonasi ham bor ekan. Pichan bosishingiz uchun, press bosishingiz uchun. Odam narxi qancha deysizmi? Narxi 80 ming dollar so'rashyapti. Xudo xolisi savdosi bo'ladi. Savdolashasiz. Ekranning pastiga egasini nomerini yozib qo'yaman odam. O'sha nomerga aloqaga chiqasizda savdosini qilasiz. Adres boya aytib o'tganda yana eslatib o'taman. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Abay qishlog'ida. Sentralniy yo'lga, Abay ichidagi sentralniy yo'lga 100 metr, trassadagi Food Citydan keverish, Chorvoqqa ketirish trassaga 100 metr. O'rtada xonadon, o'rtada. Xoling pastdan bu yoqdan, trassadan yuring. Xoling bu yoqdan, Abay ichidan. Sentrda qisqasi.
Akalar, ukalar, foydalanib qolasizlar degan umiddaman. Joningiz sog' bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.